jigar tayyorlasam hech ham yumshoq chiqmaydi, qattiq bo'lib qoladi deydigan qizlarga maxsus retseptim. Bu retsept bilan ayniqsa yoshi kattalarning rosa duosini olasizlar-da. Moli jigarini plyonkasini shilib kattaroq qilib to'g'raymiz. Piyoz juda ham ko'p bo'lishi kerak, bu juda ham muhim. Tanishing, bu meni yangi Kukmara ultragranit qozonim. Qozon haqida oxirida gapirib o'taman. Hozir esa taomni boshlaymiz. Qozonga avval yog', qizigach piyozni solib, tillarang bo'lguncha qovuramiz. Undan so'ng jigarni solib, qoshiqning ichida shakar solamiz. Adashmadinglar, shakar solamiz, chunki shakar jigarni yanada yumshoq pishishiga yordam beradi. 2-3 daqiqa qovurib, alohida qovurilgan kartoshkani solamiz, tuz va ziravorlarni solib, qopqog'ini yopib, past olovda 15-20 daqiqa dimlab qo'yamiz. Agar juda ham suvli bo'lishini xohlasanglar, yarim piyola suv sovorsanglar ham bo'ladi. Menimcha ortiqcha izohga hojat yo'q. Jigarni bu uslubda tayyorlab ko'rganinglardan keyin boshqasi yoqmay qoladi. Endi bir dona qizil yurakcha qoldirarsizlar.